Assalomu alaykum aziz YouTube kanali ishqibozlari. Yana barakat kuchlar boshladik. O'shalarni biz video qilib qo'yay deb. Barakatlar ham sotilyapti, Xudoga shukr. Buni loyni mana qay deyishingiz bo'lsa, idishga qilib olsangiz bo'laveradi. Suyuq qo'yoqlarga endi o'sha rosa pishgan loy bo'ladi. Agar qishloqdagi odam biladi buni. Nimada guvalak solganda yo haligi g'isht solganda o'sha pishgan loydan juda qattiqroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'sha mana shunday qilganingizda mana shu narsani ichida o'z xohishi bilan turish kerakda bu. Bo'lmasa suyuq bo'lsa shilpas tushib ketib qoladi bu. Shunday bo'ladi. Shunday qo'yib qo'yilaveradi. Bunga o'sha salkamas bir qop ko'mir ketdi, bir arava gun ketdi. Endi bunga o'sha jinni nima qo'shib yuborilsa, tog'in ham yaxshi bo'ladi. Apple'ga qo'shib yuborilsa, mana ba'zilar podyon baland deydi. Mana shu yerda ham farqi. Mana etroq loy olsalar podyon pasti yuqoriroq, patirga o'xshab hali kichkinaroq bo'lib chiqadi. To'la loy olinsa, mana balandroq bo'lib chiqadi. Yuqoriroq qilaman desangiz ham bo'laveradi. Oxirida yana nechta chiqishini aytamiz o'sha bitta nimadan. Mo'ljallab nimani? Hokani 700 so'mdan olib keldim. Bemalol hozir videoni oxirida yana qo'yamiz. Mana hisob oldik. Hozir bilamiz necha minut ketgan ekan solishimizga. Shu 130 ta chiqdi. Albatta telefon qiladi hali. 36 minut bo'libdi telefon qilganiga, o'sha 36 minut o'shandami degan. Yarim soat vaqt ketibdi, ana mana deb sekin qilindi. 130 ta chiqdi. Bir qop hoka ketdi, bir qop hokamizda o'sha 700 so'mdan olganman. 50 kilo. 35 ming pul bo'ladi. O'shani hisoblaydigan bo'lsangiz, hozir 260 so'mdan tushdi bu. Mana shu turishi. Endi bu juda ser hoka bo'ldi lekin. Rosa uyga pechkaga yaxsa ko'p turadigan bo'ldi, xudo xolasa. Agar buni go'ngini yana ham ko'paytirish mumkin. 200 so'm bilan 300 so'm orasida tushaverar ekan. Agar qilib sotaman deganlarga ham qilib qo'ysangiz, qishda sotaveradi. 10-15 tasi bir kunga yetaveradi shuni ham. Kimga shunaqa narsalar dasyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxlar 250 ming vodiy bo'ylab, 270 ming O'zbekiston bo'ylab boshqa nima viloyatlarga. Yo'l kirasi ichidagi o'sha BTS pochtalarimizdan chiqarib olaveramiz bemalol. Nomerlarimiz 91lik 154 79 53, 93ligi ham bor, 94ligi ham bor shuni. Bemalol kimda murojaat nima kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar bemalol.